Asalom. Mana qo'lingni ber. Ha, qani? Mashitni ham Ber. doktor bir ko'rib bering, shishib ketyapti-da. Buning ichida go'sht qo'shgan narsasi bor. Keyin bola pastayan mana shunday qilib o'ynaydi mana shunday qilib. Tushundingizmi? Qadoq hisobda. Tushundingizmi? Bu hech narsa emas. Qo'lingni ko'tar. Bardor. Bardor qo'ling. Ha, молодец. Молодец. ДЦП тетрапарез. Так. Патологический косолапость. Так, оставание психомоторного развития. Aqli ham zaifda bo'ladi. Necha zaif ha, qo'yqirlarga qarab. Ha, zaifda endi. O'sha narsa ham bolaga mana shu bolaga o'sha yuraman debora olmaydi-da. Tushundingizmi? O'shaning uchun qiynaladi. Bolani uyda bunaqa yotqizmasdan turishga, bunasa o'sha yurishga harakat qilish kerak ona qizim. Mana uni rasmga olgan mana. Mana shunday qilib turib, hech qaqa yiqilmaydigan haddini qilasan. Tushundingmi? Charchaganda o'tirib oladi. Mana tayda o'tiradigan to'shaklik joyi bor. Qolgan paytda o'zi shunday o'sha oyog'ini mayli, bunday bossa ham mayli. Shunaqa bo'lib ketadi. Mayli. Tushundingmi? Shunday bossa ham mayli. Bir-biriga ana shunday bossa yursa bo'ldi menga. Tushundingizmi? Ozgina yursa. Qolgan to'g'rilab beraman. Men hozir mana uni to'g'rilab qo'yganim bilan mana uni. Yana bir haftani ichida bo'lmasa, bir oy, 2 oy gipsdan chiqqandan keyin yana shunday holat bo'ladi. Biz oldin bolani yurgizib olsak, yurgandan keyin bola shunga ishqoz bo'lib qoladi. Operatsiyadan chiqqandan keyin yurishga harakat qilib, sразу poyabzal beramiz. Ayog'ini qaytmaydigan qilib. Mana shunday poyabzali bor. Poyabzali bor. Poyabzal. Tushundingmi? Spesial poyabzal qilib kiyish kerak bo'ladi. Ana o'shandan keyin dadil yurib, sekin-sekin massajlar, qo'yin vannalar bilan o'rganib olasizlar. Ha, shu jichcha harakat qilish. Bolani harakat qildirib yurgizib olib kelasan. Tushundingmi?